Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun 22 fevral, haftani yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Ayollar uchun mana kiyimlar nech pul deysiz aka bularni? 50 dan 60 gacha. 50 dan 60 gacha razmer, 40 ming so'm pachka narximi aka? Optim bahosi. Donaga nech pul? Ona 50 sotyapmiz. Donaga 50 ming so'm ekan. Buni rasvetkalari nech xil aka? 15 xilcha bor. Birinchi mana ketaveradi. Hozircha 4 xil xolos. Ha, hozircha mana shu yerda 4 xil ekan. Ichida bor svetlar. Xo'p, bu miramirlaringiz nech pul? Bir bas, bu lasagirada. Lasagirada? Ha. Ba'dan qarasa miramirga o'xshab ketar ekan. Bunisi 120 ming, buniki naturalkasi bilan lasagiradasi. Materiali lasagirada ekan. Bu naturalka. Naturalga. 120 ming so'mmi? 120 ming. Donaga pachkagami? Pachkaga? Pachkaga. Donaga nech pul aka? Donaga 10 ming qo'yib aytyapmiz-da. Donaga 10 ming so'm qimmat bo'lishar ekan. Keyin naturalka bu. Bu nech pul bu? 110 ming. 110 ming so'mdan 8 ekan. dan 56 gacha bu. 48 dan 56 gacha razmer, donaga 10 ming so'm qimmat bo'ladi. Bu standart bunisi. Bu kalta ishtoni kengidan. Bular kalta ishtoni keng ekan buni. Bunisi 48 dan 56 gacha, bo'yi uzun bu. Bular 48 dan 56 Hozir gacha ekan. shkalan sveti bilan qorasidan qoldi. Hozir shular shu lasagirada. Bo'ldi, materiali shunaqada. Batafsil tushuntirib qo'ymasak. Bular donaga nech pul deyapsiz aka? 120 ming so'm donaga bunisi. Telefon nomeringiz nechi? 91lik 684 684 34 32. 34 32 ga telefon qilasizlar. Mana pachkada holatlar mana. Yarim kechasi telefon qilmanglar sotuvchilarga. Kechqurungi bozor boshlansa keyin qilaverasizlar.